kecha kulib yurgan do'stlarim, hatto meni Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Sabr bersin Dilshodbek akaning oila a'zolariga, aka-ukalari barchalariga, san'at ahlining ajoyib komik aktyori, komik qiziqchisi, dizayn jamoasining a'zosi Dilshodbekning akamizning janozalari bugun bo'lib o'tdi. Akamizning oila a'zolariga sabr, toqat tilaymiz. Biz barchamiz Allohnikimiz va Allohga qaytguvchimiz. Barchalaring ushbu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yinglar. Hamma oila a'zolariga sabr tilab qolamiz. Hurmatli yoshlar, kim rad etsa pivani minarkan kaptivani, aro ichmaylar hayotda, shunda minasizlar hayotda. Chakishni ham tashlaylar, sportda mahkam ushlaylar. Shunda rohat qilasiz, mazasini bilasiz. Mana men yig'ishtirib tashladim. Binoyda turibman. Zato o'shani foydasiga epikada yuribman. Nafsni o'ziga qul qilib hali hech kim bo'lmagan O'zbekistonning yoshlari hech kimdan kam bo'lmagan. Allohim aziz ustozlarim Allohga rahmat. Yaptilar dilinlar artib yozib ketdilar ali. Alloh uchun qandaylar yaxshi ko'radi. Madaniyat vazirligiga hadislar hamma qadrdonlar. Ahli san'at. Abdulla Hoji hammalari. Abdurashidulloh Aslan Baydullayev, Sherzodkar, Do'rkilidigilar, Sevimlidigilar, Mamirjon, Nosir, Qodira, bulardigilar. ular deymiz yosh, o'lib ketar necha bosh. Umr qiyos, jayhon daryo, qalblar axir bo'sh. Yosh demangiz insonni nadomatki yaratganga yolvorib deyolmasman, murg'ak jonin qaytib ber.